Xo'p, bugun bitta dazmolchi ustamizni so'kdim. Yosh yigit, 4 yildan beri ishlaydi, lekin ishini bir yetuklik darajasiga chiqishga harakat qilmagan. Kelgan ishlar hali ham o'rtacha biladi. Xo'p, biz hammamiz haligi gapga ko'ra hur bo'lib tug'ilamiz, qul bo'lib yashaymiz. Ya'ni tizim bizni erkinligimizni o'pib qo'yadi. Misol uchun siz hozirgi holatda shatta ishingizdan tashlab ketib bora olmaysiz. Ertaga bo'ldi ishga bormayman deya olmaysiz. Hurmassiz. Yoki shunaqa, ya'ni biz ipsiz bog'langanmiz. Qadimda qullarning ba'zi bir turlari erkini sotib olgan. Pul bilandir yoki nimadir evazigadir yoki ma'lum bir muddat ishlab berish evaziga, yaxshi ishlab berish evaziga shartnoma qilgan va shu orqali erkini qo'lga kirgizgan. Biz ham bu dunyoda erkimizni qo'lga kiritish uchun juda qattiq ishlashimiz kerak. Haqiqiy ishimizni mutaxassisi bo'lishimiz kerak. Ya'ni biz hozirgi holatda nima qilibdi? O'sha bizni kelajagimiz, o'sha bizni taqdirimiz. Bir ukom borlar, bu meni vaqtinchalik ishim deb kirganlar sohaga, bu yil 5-yil, 4-yildir balki. Hali ham shu narsadalar va ishlar rivojlanadi, kengaydi. Ya'ni inson hozirgi holatda siz nima ish qilasiz? Bu sizning kelajagingiz. Siz bunga o'zda-o'z tushib qolmadingiz. Demak, shu sohada eng zo'r, eng mutaxassis bo'lish kerak. Qanchalik mutaxassis bo'lish kerak desa, eng kamida o'sha sohangiz GPT bo'lishingiz kerak yoki AI bo'lishingiz kerak. Sizdan shu soha to'g'risida qanaqadir ma'lumot qidirganda podpiska to'lab, misol uchun shuni javobini menga topib bering deya oladigan darajada bo'lish kerak. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bunga 10 yillaringizni berishingiz kerak qilishingizga. Turklarda gap bor. Chiroqlarni yapmading, ishi ekmeni yemassin deydi. Ya'ni qaysi sohada sen shogird bo'lib, ya'ni bitta zahmatini yeb o'smagan ekansan deydi. Uni kelajagida nonini yemaysan deydi. Demak, biz sohamizni nonini yeyishimiz uchun shogirdlikni qilishimiz kerak. Qaysidir joyga sohaga o'tdan kirib qolgan bo'lsa, sal pastga tushib, 2 oyimizni, kamida 5 oyimizni bilib, pastdagi tizim qanaqa ishlashini bilishimiz shart. Va liboy tizimda ham har qanaqa davlat tizimi bo'ladimi, qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar, eng pastdan yuqoriga chiqqanlar eng ko'p muddat turganlar bo'ladi. Kirib qoldi, aktyor, sinadi, boshqara olmaydi, bilmaydi. Pastdan zahmatini yeb chiqadi, 50-60 ga kirganda, o'tiradi, yillar davomida to'g'ri boshqaradi. Hech kim undan norozi bo'lmaydi. Qayda qanaqa mahal otda yurish, farzandni yurishni biladi. Shuning uchun hech qachon shoshilmang. Hech qachon. 20 yoshdasiz, 30 hali bor sizga. Bor, shoshilmang. Erkak kishi uchun, mening uchun 40 gacha kechmas. 40 gacha nimadir qilsa bo'ladi, lekin 40 dan o'tganda nimadirlik bo'lmadingizmi? Siz bagajsizmisiz? Aniq normalniy soha tajribangiz yo'qmi? Kech endi. Endi kech. G'ayrat qolmaydi. Belda quvvat ketgan, lohasli, erinchoqli, energiya tugagan. Shunaqa. Biz erkimizni sotib olishimiz uchun qulda ishlashimiz kerak. Biz ishlamiz. Qulmiz hozirchalikka. Qachondir erkimizni sotib olamiz. Erkimizni sotib olish uchun ishlatdi. Erkimizni. Ertadan soat 9 da ishga borsak ham hech kimni so'kmasligi uchun. Boshlig'imiz haydab olsa, ko'chada xotirjam nonimizni to'p yeb ketishimiz uchun ishlatdi. Haqiqiy sohamiz mutaxassis bo'lishimiz shart. Umr, vaqt qisqa va qimmat yoshlik. 3 yil u sohada, 3 yil bu sohada umringizni ketkizib, umrni isrof qilmang.
befoyda qayergadir borsangiz, ya'ni noldan boshlaysiz. Ya'ni shogirdligini qildingizmi? Ya'ni chiroqlik yopdingizmi? Endi zahmatini yeb 5 yil, 10 yil, 20 yilda zo'r mutaxassis bo'lasiz. Lekin 10 yil, 20 yildan buyog'iga qaysidir sohada zo'r haqiqiy ipidan ignasigacha biladigan mutaxassis bo'lish meni nazdimda nazariy bo'lishi mumkin, lekin krizisdan olib chiqa olmaysiz. Bu 20 yil ichida, 15 yil ichida siz 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta kamida zo'r krizislarni ko'rgan bo'lasiz. Qanaqa ketiladi, nima qilinadi, hammasini bilib, eng kamida shu ma'lumotlaringiz so'tishingiz mumkin bo'ladi. Shoshilmang, happillamang hech qachon va umr va vaqtni g'animat biling va erkingizni sotib olish uchun qulday ishlang. O'zingiz uchun ishlaysiz baribir. Mana o'zim uchun harakat qilibman. Hozirgi holatga kerak bo'lsa, nimaga? 40 dan keyingi erkinligimni sotib olish uchun. Yoshlik qisqa, uni befoydasiga chalg'itish kerak yo'q. Oson pul yo'q, oson kelajak yo'q. Kelajagingizni, erkingizni sotib olmasangiz hech kim sizga bermaydi. Agar siz shu holatda haqiqatdan men ertadan ishdan turib ketaveraman, ertaga ishga bormay qo'yamaydigan bo'lsangiz, siz zamonamizni diagan ekansiz. Ya'ni diagan. Shu